بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Anas ibn Malikdan roziyallohu anhu rivoyat qilingan asarda Qur'on xatm qilingan vaqtda ijobat bo'ladigan duo bor deyilgan. Qo'l ochib duo qilamiz. Allohim barchalarimizni Allohga qabul aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh buyuk va so'zlaydi. Allohning barcha hamd senga xos, barcha shukr sengadir. Jumlai mulk seningdir. Ibodat qilinishga bir o'zing haqlisan. Duo qilishga bir o'zing loyiqsan. Allohim senga yuzing, vajhing, ulug'lik va saltanating, buyukligingga yarasha hamd va sano bo'lsin. Ey Alloh, ulug' ne'matlarni beruvchi Rahmon, ey latif ne'matlarni beruvchi Rahim, ey barcha narsalarga molik, ey barcha ayblardan xoli, noloyiq sifatlardan pok, quddus, ey nuqsonlardan salomat, tinchlik, xotirjamlik va rohat beruvchi salom, ey omon va iymonlik beruvchi mu'min, ey iymon va omonlik beruvchi mu'min, ey hamma narsani qamrab oluvchi muhaymin, ey hidoyatga yo'llovchi hodi, ey o'xshashsiz yaratuvchi ijodkor badiy, ey boqiy qoluvchi abadiy, ey barcha narsani tarovvat sohibi voris, ey to'g'ri yo'lga boshlovchi roshid, ey sabr sohibi sabur. Allohim bizlarni eng afzal rasulning ummatidan qilganingga shukr, eng buyuk kitobing ahlidan etganingga shukr. Ya Alloh, bizlarga ro'za farz qilganing hamda bizlarni Ramazon-i sharifga yetkazib ibodatingga noil aylaganing uchun o'zingga hamd va sanolar aytamiz. O'zingning mo'jiz kalomingni tilovat va xatm qilishga bizlarga muvaffaq qilganingga shukrlar keltiramiz. Allohim bizlarga sen bergan va berayotgan barcha ne'matlar, oshkor va maxfiy, zohir va botin, umumiy va xos ne'matlaring barchasi uchun o'zingga shukr va sanolarimiz bo'lsin. Ne'matlaring sanog'i, fazl marhamating adog'i yo'q. Naqadar buyukliging o'zingdan o'zgaga ma'lum emas. Zotingning haqiqatini o'zingdan o'zga bilmas. Sening maqtov va ta'rifingga ojizmiz. Sen o'zingni o'zing ta'riflagandeksan. Ya Alloh, qanday qilib shukringni ado etamizki, shukr qilishga tavfiq berganingning o'zi shukrni vojib qiluvchi ne'matdir. Allohim, seni vasf etishga dunyo so'zlari, seni ko'rishga dunyo ko'zlari yetmas. Sifatlaringni ihota etishga qalblar ojiz, zotingga erishishga ruhlar mushtoq. Allohim, o'zingdan o'zga iloh yo'q. Sen barcha ayb va nuqsondan pokdirsan. Senga hech nima o'xshamas. Sen hech nimaga o'xshamassan. Bir o'zingni sevmoq butun borliqqa sevilmoqdan afzal. Senga chin qul bo'lmoq olamga podshoh bo'lmoqdan oliydir. Ya Alloh, sen zohirsan. Sendan oshkor narsa yo'q. Sen botinsan. Sendan maxfiy narsa yo'q. Sen avvalsan, sendan qadim narsa yo'q. Sen oxirsan, sendan so'ngra narsa yo'q. Ya Alloh, hech bir zarra ilmingdan tashqari emas. Biror narsa hukmingdan o'zga bo'lmas. Qudrating qoshida aqllar qosir, ne'mating oldida tillar ojiz. Ya Alloh, bizlarni eng go'zal kalom Qur'oni Karim tilovatiga musharraf qilganing, uni xatm qilishga muvaffaq etganing uchun o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Allohim, sarvar olam, sayyidul anam, mavjudotlar bultoji, o'zingning habibing, rasuling Muhammad Mustafoga, u zotul va barakotning ahlibaylari, sahobalari, tobiinlar va ularga ergashgan musulmonlarga salot va salom yubor. Rahmating va barakotingni ziyoda qil. Allohim, bizlarga kalomingni o'rgatgan, risolatingni yetkazgan, haq bilan botilni ko'rsatgan,
yaxshiga yomonni tanitgan, bizlarga o'zimizdan-da mehribon bo'lgan suyukligimiz Rasulimiz Muhammad Mustafoga durud va salovatlarini nozil ayla. Allohim, bizlarga Qur'onni o'rgatgan, payg'ambarimizga Qur'ondagi harflar adadicha har bir harf uchun minglarcha salovat yo'lla. Ya Robbimiz, o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Bizlarga o'zing mag'firat qilmasang, rahm qilmasang, ziyon ko'rganlardan bo'lajakmiz. Senga jalolingga yarasha ibodat qilishga ojizmiz. Senga jalolingga yarasha ibodat qilishga ojizmiz. Ammo sendan bizlarga kamolingga loyiq marhamat ko'rsatishga qodirsan. Ya Robbi, bizlarni osiyligimizga yarasha emas, mag'firatingga loyiq qabul et. Bizlarni qulchiligimizga qarab emas, Robligingga ko'ra mukofotla. Ya Robbimiz, agar bizni rahmating bilan qarshi olsang, ziyondan xavfimiz bo'lmas. Amallarimizga tashlab qo'ysang, najotdan umidimiz qolmas. Allohim, agar gunohlarimiz dunyoni to'ldirsa, rahmat dengizing mavji oldida bir xascha bo'lmas. Ibodatlarimiz borlig'ini qamrasa, jahannam yo'lida qatra suvcha kelmas. Allohim, buyruqlaringni ado eta olmadik, ammo bo'yin tovlab emas, ojizligimizdan o'zing ojizlarga mehribonsan. Bizdan mehringni dariq tutma. Qaytariqlaringdan qayta olmadik, ammo qaysarlik bilan emas, kuchsizligimizdan kuchsizlarga shafqatlisan. Bizlarga shafqat ko'rsat. Allohim, sen hojamizsan, biz qullaringmiz. Qul hojasidan boshqa kimga ham gunohkor bo'lardi? Qulni hojasidan boshqa kim ham kechirardi? Allohim, biz gunoh qilmasak, mag'firating ko'rinardi. Biz gunohkorlarga rahm ko'rsatmasang, rahmating bilinardi. Allohim, gunohlarimiz duoyimizni ijobatdan to'sishdan asra. Qoshingga osiy bo'lsak-da, ijobatdan umidimiz tugaldir. Gunohkorning duosini qabul qilmasayding, uni mag'firat so'rashga buyurmas eding. 1000 yil ibodatingni qilganni quvsang, hikmatingdandir. 100 yil osiylik qilganni yodlasang, rahmatingdandir. Butun bashariyatni do'zaxga tashlasang, e'tiroz etilmas. Jumla insoniyatni jannatga kiritsang, hayrat qilinmas. G'azabingga istaganingni duchor etasan. Rahmating barcha narsani qamrab olgandir. Allohim, rahmating pardasi bilan ayb gunohlarimizni yashirding. Rahmating pardasi bilan ayb gunohlarimizni yashirding. Endi mag'firating nuri bilan ularni kuydirib tashla. Gunohlarimizni katta-yu kichigi bor, maxfiy-yu oshkorasi bor, biladiganlarimiz bor, bilmaydiganlarimiz bor. Barchasiga tavba qildik. Tavbalarimizni qabul et, gunohlarimizni kechirgin. Allohim, sen avfsan, avfni sevasan, bizlarni avf et. Ey Allohim, sen avfsan, avfni sevasan, bizlarni avf et. Ey buyuk Robbimiz, gunohlarimizni bu dunyoda yuzimizga chiqarsang, birovga yuzlanishga jur'atimiz yetmas. Ularni oxiratda yuzimizga solsang, bosh ko'tarishga holimiz qolmas. Allohim, bandangni lutfu bilan qarshi olsang, zarra amali ham uni jannatga kiritar. Agar adolatingga olsang, dunyo to'la amali uni do'zaxdan qutqara olmas. Allohim, so'raganni yaxshi ko'ruvchi yolg'iz sensan. Sendan so'ramagandan g'azablanasan. Sening g'azabingdan qochib muhabbatingga oshiqqanimizdan sendan so'ramoqdamiz. O'zing ijobat qil. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Qilgan hukming qaytarilmas. Huzuringda boyga boyligi foyda bermas. Allohim, mulking cheksizdir. Yer va osmon xazinalari ilkingdadir.
butun maxluqotning barcha so'raganini bersang, dengizdan igna ilashgan suvcha bo'lmas. Jumla mavjudotni so'raganini rad qilsang, nechun deb so'ralmas. Allohim, yo Alloh, amallarimizga qarasak, sendan biror narsa so'rashga uyalamiz, xijolatmiz. Ammo lutfu marhamatingni o'ylasak, so'rashdan to'xtata olmaymiz. Yo Alloh, sen hojatbarorsan, biz hojatmandmiz. Hojatbarordan o'zga kimga ham duo etardi. Sen boysan, biz faqirmiz. Faqir boydan boshqa kimga ham qo'l ochardi. Yo Alloh, borligingni tan olmaganga ham hayot baxsh etursan. Razzoqligingni inkor qilganga ham rizq ato etursan. Kofirni qo'yib berganing qudratingdandir. Mo'minni tutganing shafqatingdandir. Ya Rabbi, bir burda non yeyishimiz uchun oy va quyoshni, yer va osmonlarni bizga beminnat xizmatkor qilib qo'yding. Rahmating bundan ulug' bo'ladimi? Ammo biz bir burda non uchun senga gunoh qiladigan ahvolga keldik. Osiylik bundan ortiq bo'ladimi? Sening yering ustida, sening osmoning ostida, sen bergan ne'matlar ila senga gunohkorlik qilgan bu nojiz bandalaringni azoblasang, adolatingdandir. Ammo o'z yeringda yurgan, o'z osmoning ostida yashayotgan, o'zing yaratgan bu ojiz bandalaringni mag'firat qilsang, rahmatingdandir. Yo Alloh, sendan umidimiz shunchalarki, ne'matlaringga g'arq bo'lgan holimizda hech narsasi yo'q kishiday sendan ne'matlar so'raymiz. Huzuringda ojizligimiz shu qadarki, ming ne'mat ketidan bir musibat bersang, panohingga qochib yolvoramiz. Allohim, ne'mat berganingda shukr nasib et, musibat berganingda sabr nasib et. Allohim, mo'jiz kalomingni xatm qildik. Baholi qudrat harf-harf o'qib tugatdik. Endi osmonlarga bosh urib keldik. Gunohkor quruq qo'llarimizni dargohingga uzatib turibmiz. Huzuringda xijolat yuzlarimizni o'zingga qaratib so'raymiz. Xatokor va g'ofil qalblarimizni o'zingga yuzlantirib iltijo qilamiz. O'zimiz ojizona xatm qilgan kalomingni, Qur'oni Karimni vasila qilamiz. O'zingga va kalomingga bo'lgan iymonimizni, muhabbatimizni senga vasila qilamiz. Zotan vasila qilishga arzirda boshqa amalimiz yo'q. Himmat ahlini buyuk amallarini himmatlari yuzidan qabul qilganingdek, biz ojizlarning ojizlikdan keltirgan vasilamizni ojizligimiz yuzasidan qabul ayla. Allohim, kalomingda o'zing duo qilinglar, ijobat qilaman degansan. Amringga binoan duo qilmoqdamiz. Va'dangga binoan ijobat ayla. Allohim, o'zingdan o'zga duo qiladiganimiz yo'q. Duoyimiz agar sen eshitmasang, o'zga duo qiladiganimiz yo'q. Dargohingdan rad qilsang, bundan o'zga bosh urar ostonamiz yo'q. Qo'limizni quruq qaytarsang, umid qilar eshigimiz yo'q. Allohim, sen hayo va marhamat sohibisan. Bandalaringni qo'llarini quruq qaytarmagaysan. Ya Alloh, sen hayo va marhamat sohibisan. Bandalaringni qo'llarini quruq qaytarmagaysan. Ya Rabbi, o'zing bizni ko'rib turibsan, so'zlarimizni eshitib turibsan, ichu tashimizni bilib turibsan. Senga muztarlarcha yolvoramiz, bechoralarcha senga iltijo qilamiz. Ey muztarlarning duosini ijobat qiluvchi Allohim, ey bechoralarning iltijosini qabul qiluvchi Allohim. Ya Alloh, sen tug'magan va tug'ilmagan, tengi bo'lmagan behojat, hojatbaror, yolg'iz Alloh deb guvohlik berganimiz bilan so'raymiz. Ya Alloh, o'zingga bo'lgan muhabbatimiz haqqi hurmati so'raymiz. Seni sevmasak, senga iltijo qilarmidik? Ya Alloh,
sening bizga bo'lgan muhabbating haqqi hurmati so'raymiz. Agar sevmasang bizni o'zingga iltijo qildirib qo'yarding. Allohim, sening qullaringmiz, qullaringning farzandlarimiz, cho'ralaringning avlodlarimiz. Bizga oid chiqargan hukming amalga oshajak haqiqatdir. Haqqimizda qilgan qaroring ayni adolatdir. Sendan o'zing atagan, kitobingdan nozil qilgan, maxluqotlaringdan biror kishiga o'zing o'rgatgan ismlaring bilan, o'z huzuringdan aytilmagan asardan har bir go'zal ismingni so'raymiz. Qur'oni azimni qalblarimizni bahori, yuragimizni nuri qil, g'amlarimizni arituvchi, tashvishlarimizni ketkazuvchi omil ayla. Allohim, Qur'oni Karim hurmatidan bizlarga rahim qil. Allohim, Qur'oni Karim hurmatidan bizlarga rahim qil. Uni bizlarga yo'lboshchi, nur, hidoyat, rahmat va shifo ayla. Allohim, Qur'oni Karimdan unutganlarimizni yodimizga sol, bilmaganlarimizni bizlarga bildir. Uni kecha kunduz tilovat qilishni nasib et. Uni bizlarning zararimizga emas, foydamizga hujjat qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karim halol degan narsalarni halol bilib, harom degan narsalarni harom bilgan, uni muhkam oyatlarga amal qilib, mutashobih oyatlarga iymon keltirganlardan qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karimning harflarini ham, hukmlarini ham ado etadiganlardan et. Harflarini ado etib, hukmlarini zoya qiladiganlardan qilma. Allohim, bizlarga Qur'oni Karimning har bir harfidan halovat, har bir so'zidan sharofat, har bir oyatidan saodat, har bir surasidan ofiyat va har bir juzidan mukofot nasib ayla. Allohim, Qur'oni Karimni bizlar uchun shafoatchi qil, foydamizga hujjat qil. Allohim, bizlarni o'zingning ahling va xoslaring bo'lmish ahli Qur'onlardan qil. Allohim, Qur'oni Karimni qalblarimizga ziyo, ko'zlarimizga nur, dardlarimizga davo, gunohlarimizni o'chiruvchi, bizlarni do'zaxdan qutqaruvchi qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karim vositasida baxtsizlikdan baxtu saodatga, do'zaxdan jannatga, g'azabingdan roziligingga, hojatmandlikdan behojatlikka, bid'atdan sunnatga, zulumotlardan nurga, zalolatlardan hidoyatga, xorlikdan azizlikka, barcha yomonliklardan hamma yaxshiliklarga olib chiq. Allohim, Qur'oni Karimni bizlarga dunyoda ham nafas, qabrda hamdam, qiyomatda shafoatchi, jannatda hamroh, do'zaxdan pardava, barcha ezguliklarga yetaklovchi sarfon qil. Ey Allohim, bizga roziligingni, jannatingni hamda ularga olib boradigan so'z va amallarni nasib qil. G'azabingdan, do'zaxingdan hamda ularga olib boradigan so'z va amallardan panoh ber. Allohim, o'zing yaratgan go'sht va suyakdan iborat ojiz bandalarimiz. Iqobingga bardoshimiz yetmas, azobingga vujudimiz dosh bera olmas. Bizlarni do'zaxga solma. Shu qadar ulug'sanki, senga osiy bo'lganga 7 do'zaxning azobi oz. Shu qadar marhamatlisanki, bandangni rahmatingga olsang, uni 8 jannat kam. Ya Alloh, senga qanchalar gunoh qildik. O'zingga hamdlar bo'lsinki, hozir jonimiz tanamizda, jonimizni gunoh qilayotganimizda olmaganingga shukr. Allohim, bizlarga o'lim farishtasini eng yaxshi holatimizda, o'zing rozi bo'ladigan eng afzal amalimiz uzra yuborgin. Jonimiz xalqqa kelmay, gunohdan poklanib olishimizga tavfiq ber. Allohim, oyoqlarimiz sovigan, qo'llarimiz muzlagan, yuragimiz so'nggi zarbalarni urayotgan, ko'zlarimiz qotayotgan, tilimiz to'xtayotgan, ruhimiz jismimizni tark etayotgan mahalla
dilu tilimizga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini joriy ayla. Bizlarga o'lim talvasasi fitnasidan, qabr azobi fitnasidan, oxirat azobi fitnasidan panoh ber. Ya Alloh, tuproq ostida yolg'iz yotganimizda bizlarga rahim qil. Dahshatidan go'dakning sochlari oqarib ketadigan qiyomat kuni bizlarga xotirjamlik ato qil. Arshing soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda bizlarga soyangdan joy ber. Mehribon Robbimiz, bizlarni bu dunyodagi mushfiq yo'lboshchimiz Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga noil ayla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoatim ummatimning gunohkorlarigadir demişler. Biz gunohga botgan ummatmiz, bizlarni u zotning shafoatlariga yetkaz. Havzi Kavsardan ichishni nasib et. Gunohlarimizni oshkor qilib, bizlarni u zotning oldilarida tijoratga qo'yma. Ya Alloh, bizga o'zimizni gunohdan to'sadigan darajada qo'rquvingni, bizni jannatga olib boradigan ibodatingni, dunyo musibatlarini bizga yengil qiladigan yaqinni ato qil. Hayotimizda o'zing bergan ko'rish, eshitish va boshqa qobiliyatlarimizdan bahramand qil. Bu bahramandlikni merosxo'rimiz ayla. Uchimizni bizlarga zulm qilganlargagina qara. Dushmanlarimiz ustidan bizlarga g'alaba ber. Gunohlarimiz tufayli ustimizdan sendan qo'rqmaydigan, rahm qilmaydiganlardan o'zing asra. Allohim, sendan dinda, dunyoyu oxiratda ofiyat so'raymiz. Allohim, barcha ishlarda oqibatimizni go'zal qil. Bizlarni dunyo xorligiyu oxirat azobidan asra. Allohim, qalblarimizni pok, salomat, tillarimizni sev zikr va sev shukr, badanlarimizni ibodatingga mustahkam, ruhlarimizni o'zingga mushtoq qil. Allohim, sendan foydali ilm, maqbul solih amal, go'zal axloq, yuksak odob, halol va mo'l rizq, barakali umr, salohiyatli avlod so'raymiz. Ya Alloh, bizlarga keng fe'l, ketmas davlat, zikrli til, shukrli dil ato et. Allohim, har bir ishda senga muhtojmiz. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Har holatda yolg'iz o'zingga tavakkul qilamiz, suyanamiz. O'zingdan boshqaga tashlab qo'yma. Dunyoviy va uxroviy ishlar, xayrli ishlarimizda o'zing madadkorimiz bo'l. Ya Alloh, oramizda hojatmandlar bor, hojatlarni ravo qil. Boshiga mushkul tushgan, tashvish tushganlar bor. Mushkullarni oson qil, tashvishlarni arit. Bemorlarimiz bor, dardlarga shifoi komil ber. Farzandlarimiz bor, qo'sha solih soliha, muslih farzandlar ato ayla. Adashganlarni hidoyat qil, xavf-xatarga tushganlarga xotirjamlik ato qil. Qarzdorlarga kushoyish ber, mazlumlarga najot ber. Boshi qotganlarga najot yo'lini ko'rsat. Allohim, butun bashar bir kishiga ziyon yetkazishni qasd qilsa, sen ditganingdan boshqasi bo'lmas. Agar hamma bir kishiga foyda keltirishga azm qilsa, sen yozgandan o'zga bo'lmas. Ya Alloh, bizlarni ko'z yumib ochguncha ham, undan oz muddat ham o'z holimizga tashlab qo'yma. O'zingdan begona qilma. Madadkorimiz bo'l, himoyachimiz, hidoyatchimiz, ko'makchimiz, qo'llab-quvvatlovchimiz bo'l. Sensiz kuch ham yo'q, qudrat ham yo'q. Ya Alloh, ish ahvolimizni jilovi bo'lmish diyonatimizni yaxshi qil. Tirikligimiz manbai dunyoyimizni yaxshi qil. Borajak manzilimiz bo'lmish oxiratimizni yaxshi qil. Tiriklikni bizlar uchun ezgulikni ko'paytirish, o'limni esa yomonlikdan qo'yish qil. Ya Alloh, sendan yolvorib so'raymiz, umrimizni so'nggi eng yaxshi orimiz bo'lsin. Amallarimizning oxirgisi eng afzali bo'lsin. Kunlarimizning eng yaxshisi senga yo'liqadigan kunimiz bo'lsin. Allohim, sendan eng yaxshi tilak, eng yaxshi duo,
eng yaxshi muvaffaqiyat, eng yaxshi ilm, eng yaxshi amal, eng yaxshi savob, eng yaxshi hayot va eng yaxshi o'limni so'raymiz. O'zimizni sobit qadam, tarozimizni og'ir ayla, orzularimizni ro'yobga chiqar, darajalarimizni ko'tar, namoz va duolarimizni qabul ayla, xatolarimizni kechir, sendan jannatdan oliy maqom so'raymiz. Ya Alloh, sendan mutavoziylarning xokisorligini, yaqin ahlining ixlosini, yaxshilarga yo'ldoshlikni va iymon haqiqatlariga erishishni so'raymiz. Ya Alloh, sendan rahmating sabablarini, mag'firating omillarini, har bir yaxshilikda nasiba olish, har qanday gunohdan salomat bo'lish, jannatni qozonish va do'zaxdan qutulishni so'raymiz. Iloho, ilmimizni foydasiz, qalbimizni qo'rquvsiz, ko'zimizni namsiz, nafsimizni to'ymas, amalimizni nomaqbul, duoyimizni beijobat qilib qo'yma. Ya Alloh, sendan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va solih bandalaring so'ragan yaxshiliklarni so'raymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va solih bandalaring panoh so'ragan yomonliklardan panoh tilaymiz. Ya Alloh, sendan tez va kech keladigan, biz bilgan va bilmagan barcha yaxshilikni so'raymiz. Tez yoki kech keladigan, biz bilgan va bilmagan barcha yomonlikdan panoh tilaymiz. Ya Alloh, bizlarni buyruqlaring bilan mashg'ul, adolatingga xotirjam, o'zingdan o'zgaga umid bog'lamagan, yolg'iz o'zingga suyangan, sen bilan bo'ladigan, sendan boshqadan qochadigan, qazoyi qadaringga rozi, musibatlaringga sabrli, ne'matlaringga shukrli, zikringdan lazzat oluvchi, kitobing bilan xushnud bo'luvchi, kecha-yu kunduz senga iltijo qiluvchi, o'limga doim tayyor turuvchi qilgin. Allohim, bizlarga diydoring shavqini hamda muborak yuzingga termurish lazzatini nasib et. Ya Alloh, kuch-qudratimiz zaifligidan, tadbirsizligidan, odamlar oldida xor bo'lganimizdan o'zingga arz etamiz. Bizga g'azab qilmayotgan bo'lsang, bu holatlarga e'tibor qilmaymiz. Biroq ofiyating biz uchun kengroqdir. Zulmatlarni tarqatgan boisidan dunyo-yu oxirat ishlari yaxshilangan, yuzing nuringla bizlarga g'azabing tushishidan yoki noroziliging nozil bo'lishidan panoh tilaymiz. O'zing rozi bo'lguningcha sendan rozimiz. Ya Alloh, nohaq to'kilayotgan qonlardan, diva qilayotgan ayollar va yetim bo'layotgan go'daklarning ahvolidan o'zingga arz qilamiz. Ularga rahim qil. Barcha o'lkalarga tinchlik, osoyish, ofiyatingni nozil ayla. Barcha yurtlarning moliga, barchalarning moliga, joyinga yoki qasd qilganlarga o'zing kifoya qil. Ya Alloh, millatimizni erkaklarini o'zing isloh qil, oilalarga go'zal rahbar bo'lishlarini nasib et, ularga himmat, hamiyat, g'ayrat va qat'iyat ato qil. Ya Alloh, ayollarimizni o'zing isloh qil, ularni sharaf va hayo, iffat va latofatdan ayirma, ularni g'ayriga taqlid qilishidan, fahsh va hujurdan asra. O'ziga ibodatli, erlariga itoatli, farzandlariga murabbiya bo'lishlarini nasib et. Ya Alloh, farzandlarimizni o'zing isloh qil, amringga itoatli, ota-onalarga marhamatli, kelajak uchun islohot poydevori bo'lishlariga tavfiq ber. Ya Alloh, ishboshlarimizni, rahbarlarimizni va peshvolarimizni, imomlarimizni va ulamolarimizni isloh qil. Ularni bizlarga mehribon, bizlarni ularga itoatkor ayla. Ularni o'zing rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qil. El yurt manfaati, din va diyonat rahmati sari hidoyat qil. Ularni mol, dunyo, mansab va shuhrat fitnasidan asra. Allohim, ulamolarimizni o'z panohingda asra.
ularni turli fitnalardan, makkorlarning makrlaridan, hiylagonlarning hiylayanlaridan yiroq qil. Ularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga chin vorislik sobit qadam qil. Butun xalqimizga ularga ko'rsatgan haq yo'lga yurish nasib ayla. Allohim nafslarimizni taqvosini ber va ularni pokla. Ularning eng yaxshi poklovchi o'zingsan. Ularning egasi ham, hojasi ham o'zingsan. Allohim barcha mu'min va mu'minalarni, xususan bizlardan barchamizdan o'tgan ota-ona, qiyosh va yaqinlarimizni rahmat qil. Gunohlarini mag'firat qil. Darajalarini baland, yaxshi amallarini o'zlariga hamroh, oxiratlarini obod ayla. Kaloming Qur'oni Karimni o'qib xatm qilar ekanmiz. Har bir kalimasiga beriladigan ajr savoblaringni ko'paytirib ber va bu savoblardan ularni bahramand qil. Ya Alloh, rizoing uchun Ramazon ro'zasini tutar ekanmiz. Ibodatingni tugal ado etishga tavfiq ber. Bizlarni ro'zadan, ochlik va tashnalikdan boshqa narsaga erishmaydiganlardan qilma. Namozda turib kalomingni o'qib xatm qilar ekanmiz. Toatingni mukammal bajo keltirishni nasib ayla. Tungi ibodatdan uyqusizlik va toliqishdan boshqa hech nimaga ega bo'lmagan bebahralardan qilib qo'yma. Allohim, bahori qudrat Ramazon ro'zasini tutyapmiz. Qur'oni Karimni tilovat qilyapmiz, tinglayapmiz. Bizlarni qiyomat kuni Qur'on va Ramazon shafoat qilishiga qarashib qoladigan va har ikkisini shafoatiga noil bo'ladigan bandalaringdan qil. Bizlarni raymon eshigida kirgiziladiganlardan, Qur'onni tartil bilan tilovat qilib yuksalib boradiganlardan ayla. Allohim, Ramazondan bizlarga taqvo barakasi, o'zingga qurbat hosil qilish nasib et. Ramazondan keyin ham Ramazondagidek, balki undan da ziyoda darajada ibodat va toatda, tavfiq va hidoyatda bo'lishni nasib ayla. Ya Alloh, bizni qadr kechasini topgan, uni fazilatlaridan nasibador olganlardan qil. Ya Alloh, ular bandalaringning senga qilayotgan iltijolaridir. Ijobati o'zingdandir. Ijobati o'zingdandir. Ya Alloh, ular bandalaringni senga qilayotgan iltijolaridir. Ijobati o'zingdandir. Duo qiluvchilarning holiga qaralsa, qabuldan umid yo'q. Duo qilinmish zotning lutfiga qaralsa, ijobatdan ko'ngil to'q. Iloho, iblis sendan osiylik qilgan o'rinda sendan bir umrlik osiylik so'radi. Biz senga ibodat qilib turgan maqomimizda bir umr senga ibodatda o'tishni so'raymiz. Unga so'raganini berding, biznikini ham rad qilma. Alloh, mana kalomingni harf o'qib xatm qildik. Ushbu kamtaro amalimizni vasila qilib so'raymizki, Habibing Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatiga o'zing rahm qilgin. Ya Rabbal alamin, o'zing barcha xalqlarimizni himoyachisan. Xalqlarimizni hammalarini o'zing, mol-mulklari ham barchalarini o'zing himoyalovchi o'zing zotsan. Bizlarni qattiq imtihonga solma. Musibatlarimizda bizga ajr va yaxshi evazlar ber. Iloho, o'zingga iymon keltirgan bandalaring, musulmonlarga rahm qil. Mazlumlarga najot ber. Ularning sendan boshqa tayanchi yo'q. Gunohlari uchun musibat yuborgan bo'lsang, ularni mag'firat qil. Musibatlarni arib, jaholat tufayli yo'lda bo'lmayotgan bo'lsalar, ularga hidoyat va tavfiq ber. Ularga doimo omadini yor et. Robbimiz, bizlarga dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilik ber va bizlarni do'zax azobidan saqla. Allohim, Rasulimiz Muhammad Mustafoga, ahli oilalari va sahobalariga bizning nomimizdan salot va salomlar yuborgin. Duolarimiz so'nggi olamlarning Robbi Allohga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Va bi rahmatiga